Xitoyda mana shunaqa kir yuvadigan kir mashinalar narxi qanaqa? Hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Narxga keladigan bo'lsak, $56 ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bunisi $60, kattaroq, ko'proq sig'adi. Hozir ko'ramiz. Qayerdadir ko'rdimmi? Bu 8,5 kilolik. Bunisi 7 kilolik ekan. Bunisi 5 kilolik. Xo'p, bunisi aytdim $60, $67. Bu yoqdagisi $80. Bunisi kattaroq. It's a 10 liters, yes. Bu 10 litr bo'lishi kerak, ya'ni 10 litr bo'lishi kerak. Bunisi kattaroq. Hozir ko'ramiz. Bu 12 litrli. Ya'ni 12 kilogacha bemalol yursa bo'ladi. Bunisi $100 ekan. Xo'p, mana bunaqa modellar. Bular ko'proq o'zimizda rayonlarda yaxshi ketadi. Chunki suv bilan ya'ni muammolar borligi tufayli mana bunaqa modellar ko'proq bizda O'zbekistonning rayonlarida yaxshiroq sotiladi. Bular narxi $42 dan boshlangan, kichikroqi. Bunisi kattaroq, menimcha bunisi 10 litr, bunisi 8 litr bo'lishi kerak. Bunisining narxi $46, nargisi $42. Mana shunaqa Xitoydagi narxlar, kompaniyalar ko'rasizlar, xolodilniklar ishlab chiqaradi. Va mana shunaqa kir mashinalar va muz hosil qiladigan mini apparatlar bor ekan, ya'ni suv quyasiz bu yerdan, suv quyasiz, tepasidan muz tushadi. Bular narxi $60 atrofida ekan. Har xil modellar bor bu yerda. Narxi 60 dan boshlab 80 gacha. Yaxshi, bu yerda hozir endi mini xolodilniklar ham bor. Mana shu xolodilniklarni ko'ramiz. Narxi $60 dedi. Bunisini $40 dedi narxini. Hop. Shunaqa narxlarni istashib qo'yganlar bilan. Bilaman, siz farzandingiz uchun 500 ming so'm mana shunaqa mahsulotlarga berishga tayyorsiz. Lekin bu mahsulotning Xitoydagi narxi atiga $9. Lekin O'zbekistonda xuddi shunaqa mahsulotlar yo'q va eng kamida shunga o'xshash mahsulotlarni mana ko'ryapsizlar. Ko'rsatib qo'yaman narxini O'zbekistondagi. Eng kamida 400 ming so'm, 500 ming so'm mana shunga o'xshagan modellarni uchratishingiz mumkin uzun marketda, lekin sifat darajasi hech qachon bunga yaqinlashmaydi. Va bu mahsulotlarni biz Azonda Wildberries'da 1,5 million so'mdan ko'rishimiz mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Xuddi shu mahsulotlarni sotib turib O'zbekistonda qancha foyda qilsa bo'ladi va xuddi shu mahsulotni olishga siz qancha sarflagan bo'lardingiz? Oddiy sellar xuddi shu mahsulot sotgan holatda kamida O'zbekistonda 500 ming, 600 ming so'm sof foyda olsa bo'ladi. Agar sizga elektronik kommersiya qiziq bo'ladigan bo'lsa, Xitoydagi mahsulotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz sizga mana shu yerdan mahsulotlarni ko'rsatib boramiz va elektronik kommersiya Uzum, Azon, Wildberries'da sotishni o'rgatamiz. Bularning narxi esa $19 dan boshlanadi. Ichkaridagi modellarni ham ko'rishingiz mumkin, $17-18 atroflarida va eng qimmat model hozir shu yerda mana shuni ko'rishingiz mumkin. Bularning narxi esa $17 dan. Qarang, sifat haqiqatan ham juda ham zo'r ishlangan. $18 dan ularni esa $18. Va qimmatroq model albatta ko'rib turibsizlar. Bu yerdagi qimmatroq modeli $19 ekan. O'zbekistondagi barcha ishlab chiqaruvchilar va do'koni bor tadbirkorlar diqqatiga. Bilaman, sizda tovarlar juda ham ko'p va mana shu tovarlarni onlayn platformada, ya'ni Uzum marketda, Yandex marketda sotish bilan muammo bor. Aynan mana shunaqa insonlar uchun biz o'zimizni hamkorligimizni taklif qilamiz. Bu nima degani? Sizdan tovar, bizlar esa sotib berish. Agar sizga taklif qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi tugma orqali ro'yxatdan o'ting va biz siz bilan bog'lanamiz. Xullas do'stlar, bunaqa mahsulotlarni ko'ryapsizlar. Bu mahsulotlar asosan Azon va Wildberries'da juda ham zo'r ketayotgan, dekor uchun ishlatiladigan mahsulotlar. Xitoydagi mana shunaqa mahsulotlarni ishlab chiqarayotgan zavodda do'konidamiz hozir. Ko'ryapsizlar, juda ham zo'r. Menga ham o'zimga ham juda ham yoqib turibdi. O'zbekistonga hali bunaqa mahsulotlar kirib kelgan bo'lsa ham men hali ko'rmadim. Uzumda ayniqsa mahsulotning narxi $6,5 dan boshlanadi. Ko'ryapsizlar, har xil ko'rinishdagi modellarga ega. Mijozlari ham juda ham ko'p bu kompaniyani. Bu yerda ko'ryapsizlar, har xil ko'rinishdagi mahsulotlar asosan uy ichida olinadi. Bular narxi ham $6,5 dan boshlanadi. Har xil ko'rinishdagi mahsulotlar ko'rsanglar bo'ladi. Menga juda ham yoqdi, lekin haqiqatdan borgan sari zamonaviylashib ketyapti hamma narsa. Mana shunaqa mahsulotlarni agar sotib olsangiz, uyda umuman chiroqqa pul to'lamaysiz. Ko'ryapsizmi? Bu mahsulotlarni
sirazi tashqariga chiqishi bilan o'chadi va quyoshdan energiya olishni boshlaydi va ichkariga qo'ysangiz, ya'ni bu qorong'ilikda avtomatik o'zi ishlashni boshlaydi. Hozir ko'ryapsizlar, Xitoy shu kompaniyasidamiz va juda ham ko'p mahsulotlar bor. Ko'rib turishingiz mumkin, bu mahsulotlarni qayerda ishlatishingiz mumkin. Asosan hovlida tashqariga qo'yamiz bu mahsulotlarni va bularni prosta sanchib qo'yamiz. Har biri sanchib qo'yish uchun mo'ljallangan va bu mahsulotlar quyoshning nuridan avtomatik energiyani oladi va kechqurun yoritib turadi uyingizni. Ya'ni tasavvur qiling, arzimagan siz $100 evaziga uyingizni polностью yorug'lik bilan ta'minlab olasiz. Va narxi esa 4600 so'mdan boshlanadi. Qo'limda ko'rgan mana shu, ya'ni eng kichkina formatdagi, ya'ni quyoshli ko'ryapsizlar chiroqlar 4600 so'm va eng qimmati $3,5. Har xil ko'rinishdagilari bor bu yerda va har xil joylarga moslashtirilgan. Menga asosiy yoqqanlari ko'ryapsizlar. Даже bu yerda chiroq sifatida foydalansangiz bo'ladi. Даже bu yerda ko'ryapsizlar, mana qistirib qo'ysa bo'ladi. Va bu yerda mana bu toshni ham mana juda ham o'ziga tortdi. Har xil holatda biz qo'yib foydalana olamiz. Bu mahsulotlar real O'zbekistonda talabgor, ya'ni qishloqlarda bilasizlar, bizda svetlar juda ham tez o'sadi. Bilasizlar, O'zbekistonda svetlar juda ham tez o'sib turadi. Bilasizlar, O'zbekistonda doimiy ravishda svet bilan muammo bor va mana shunaqa mahsulotlar juda ham bizga qo'l keladi va dizayn jihatdan nafaqat qishloqlarda va shaharlarda ham современный uylarda ham foydalansa bo'ladi. Juda ham zo'r mahsulotlar ekan va narxlari ham juda ham zo'r va yengil. O'zbekistonga bunday mahsulotlarni olib sotadigan bo'lsak ham yaxshi pul ishlasak bo'ladi. Reklama qilish erasi realni o'zgarib ketyapti. Hozir biz Xitoydamiz va Xitoyda mana shunaqa stendlar, ya'ni reklama uchun moslashtirilgan stendlar borgan sari mashhur bo'lib boryapti va e'tibor beringlar. Bu juda ham yupqa ishlangan, qanaqadir boshqacharoq materiallar reklama uchun juda ham qulay. Kichkinalari ham bor ekan va e'tibor beringlar, orqasi juda ham yupqa. 1 square metr, ya'ni 1 metri $1000 ga yaqin deb aytayapti narxini. Va mana shu hozir oldin turgan model 1 metr kvadratga yaqinroq ekan. Lekin haqiqatan ham juda ham boshqacha, ko'ryapsizlar. Bunaqa narsalarni katta kompaniyalar har xil showroomlarda yoki bo'lmasa o'zini ofislarida qo'yib reklama qilib bo'ladi. Bizda ko'proq televizorda eskicha qolib ketganmiz. Lekin mana shunaqa stendlar orqali reklama qilinadigan bo'lsa, o'zi qilinayotgan O'zbekistonda, lekin aynan mana shunaqa narsani men ko'rmagan. Boshqacharoq modellar bizda bor, lekin orqalari ancha qalin edi. Bu endi borgan sari yupqa bo'lib ketyapti. Ya'ni dizayn jihatdan juda ham chiroyli. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, xuddi shunaqa stend, faqat sumkalarning reklamasi 3D ko'rinishda reklama ketyapti. Juda ham o'ziga tortadi. Mana shunaqa reklamalar borgan sari uzib bo'ladi va mana shunaqa mahsulotlar O'zbekistonda ham borgan sari oshib boradi. O'tgan safar men Xitoyga kelganimda metrolarda juda ham ko'p ko'rgandim. Xuddi shunaqa modelda juda ham ko'p mahsulotlarni metrolarda reklama qilayotganligini O'zbekistonda metrolarda hech ko'rmaganman. Lekin bu yerda Xitoyda o'zi mana shunaqa narsalar juda ham urf bo'lyapti. Va bu yerda har xil mahsulotlarni reklama qilsa bo'ladi va har biri alohida qaysidir mahsulot uchun mo'ljallanib turib reklama qilsa bo'ladi. Bu yerda mana ichimlikni reklama qilyapti, lekin bizda shunaqa mahsulotlarni qanaqadir magazinlarga qo'ysa bo'ladi-da va u yerda o'zida reklama qilsa bo'ladi. Men o'ylaymanki, juda ham zo'r yangilik bo'ladi. O'zbekistonda vaqti ko'rmaganman. Katta qanaqadir kompaniyalar o'zi qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin ofislarga qo'ysa, qaysidir mahsulotlaringizni ofislarda turibgan holatda mana shunaqa stendlar orqali reklama qiladigan bo'lsangiz, mijozlaringiz uchun ham juda ham zo'r bo'lardi. Xullas do'stlar, yoz kelishi bilan chivinlik ko'payishni boshlaydi va bizga aynan mana shunaqa apparatlar kerak bo'ladi. Narxi $2, juda ham qulay narxi. Xitoydamiz hozir mana shunaqa apparatlarni ishlab chiqaradigan zavodda ofisidamiz. Ko'ryapsizlar, har xil turdagi mana shunaqa apparatlar bor. Narxi $3, $3,5. Eng qimmat versiyasi mana bunaqa $4 ekan. Bu asosan prosta qo'yib qo'yasiz. Avtomatik chivinlar keladi, pashshalar keladida, tegadi va o'ladi. Bizda har doim anaqa uradigandan foydalanamiz. Shunaqa narsa bo'lishi shart emas. Shunaqa apparatlar bemalol shu moslamalarimizni o'rnini almashtira oladi. Juda ham chiroyli, dizayni ham chiroyli va narxi ham o'ylayman unaqa qimmat emas. Mana shunaqa mahsulotlar hali barcha O'zbekistonga yetib kelgan edi. Mahsulotlarni sotuvlar shug'ullansa bo'ladi. Xullas sizga mana shu mahsulotlarni arzon O'zbekiston o'zini marketda sotishda qiziq bo'ladigan bo'lsa, qanaqa tovarni tanlash qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilishingiz mumkin.
biz shunaqa mahsulotlarni Xitoydan sizlarga olib kelib, narxlarini eng qulay darajada tayyor xizmatlarni taklif qila olamiz. Ya'ni o'zimiz hamkorlar asosida. Keyin so'rasa kargo deganlarini. Xitoyda mana shunaqa plisoslar narxi nechta olishlar bilan ko'rib chiqamiz. Ko'rasizlar, bu yerda har xil turdagi modellarni uchrashingiz mumkin va mana shu kompaniya shunaqa plisoslarni ishlab chiqaradi. Shunaqa modellar bor, bunaqa kichkina modellari ham bor. Juda ham qulay. Mashinadan foydalansa ham bo'ladi shunaqa plisoslarni. Narxi esa $10 dan boshlanar ekan. Oddiy versiyadagi bu plisos bu yerda komfortroq $16 ekan bular. Mana bu modellar ham $16 dan. O'zbekistonda plisoslar menimcha yaxshi plisosni 1 milliondan ko'proq olsa kerak. Bu yerda esa shunaqa narxda olishimiz mumkin. Va eng qimmat versiyasi mana shu $28 ekan. Hop. What about this model and this model? This is a wireless. Wireless just my computer. It's- Price is 10. $10. $10. $10 ekan. It's we can use in car, No. only in home. For sofa. For sofa. mattress, bed. Okay. Uzr, adashimman. Bu modellar gilamlar va kichkina gilamlar va alohida divanlarning ustini, divanlarning ichlarini, burchaklarini mana shunaqa tozalash uchun ishlatilar ekan. Asosan menimcha ko'pchilik divan uchun olsa kerak shu narsani. Endi gilam deganim kichkina gilamlarni tozalash udobniy ekan shunda. Okay. And this model too for sofa. Yes. Okay, this one how much? This is $11. $11. This is with cable. With cable, without cable, yes? Without cable. Oh, okay. Battery. It's battery working. Okay. Battery kerak ekan $10. Bu kabeli borligi $11 ekan. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Xitoyda arzon mahsulotlar ko'rsatib etamiz. Can I get your catalog? Yes. Okay. Thank you.